Bismillahirrahmanirrahim. Sura Mulk. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bütün osmon zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Allah her narsaga qodirdir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ishkanligini sinash uchun Allah o'limni va tiriklikni yaratdi. Allah g'olibdir. Tavba qilg'uvchini nihoyat mag'firat qilg'uvchidir. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Allah 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni ko'rmaysan. Sen osmonlarga takror qarab baqqinki, biror yo'chiqni ko'ramsan. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Ondan sen yana 2 qaytim qarag'in. Ko'zing osmonlarda biror nuqsonni tepishdan umid uzgan va tolg'on holda qaytadi. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yo'ruq yulduzlar bilan bezidik va ularni farishtalarning so'zlarini o'g'riliqchi tingshashga o'ringan shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga oxiratda do'zax azobini tayyorladik. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Parvardigorini inkor qilganlarmi do'zax azobiga do'char bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ular do'zaxga tashlangan chog'da qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga toz qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chog'da do'zaxga muakkal farishtalar ulardan sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydi. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik deydi. وقالوا لو كنا
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ular, agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik, deydi. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Ular gunohini tonuydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Parvardigoridan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkora qilinglar. Alloh hamon uni bilib turadi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Maxluqotni yaratgan zot bilmamdi. U shay'ilarning nozik taraflarini bilguchidir. Hammadan to'liq xabardordir. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allah sizlarga zaminni mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allohning bergan rizqidan yanglar. Sizlar tirilgandan keyin Allohning dargohiga qaytarilasizlar. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Ey kuffarlar! Osmondagi zotning yer tavrigan chog'da sizlarni yerga yotqizib etishidan qo'rqmamsizlar? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. yoki osmondagi zotning sizlarga tosh yog'dirishidan qo'rqmamsizlar? Sizlar azobni ko'rgan chog'da mening ogohlantirishimning qandoq ishkanligini, ya'ni haq ishkanligini bilasizlar. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarini yolg'onga chiqardi. Ularni azob tushirish bilan ayblaganligim qandoq ekan? أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Ular qanotlarini yoygan va yig'gan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Qanotlarini kargan va yig'gan holda ustilarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chog'da yerga tushib ketishdan faqat Alloh qudrati bilan tutib turadi. Alloh haqiqatan har narsani ko'rib turg'uchidir. من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Sizlarga Alloh yordam bergandan tashqari yana kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Kofirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nozil bo'lmaydi deb aldaydi. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Agar Alloh rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq beradi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azvaylab ketgandir.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Zodi qaysi odam yo'l topalaydi? Beshini sangilitib mangan odammi yoki qaddini rus tutib tuz yo'lda mangan odammi? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Allah sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilasizlar. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Aytqinki, Allah sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Men faqat ochiq ogohlantiruvchiman. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chog'da yuzlari qoridab ketadi. Ularga, mana bu sizlar dunyodagi cheg'inglarda talab qilgan narsadir deyiladi. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Ey Muhammad, senin ölümünü arzu qiladigan mushriklarga aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Allah sizlar arzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajlimizni ta'xir qilib bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kofirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Aytqinki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon aytdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ishkanligini kelgusida bilasizlar. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Ularga aytib beqinglarchu, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim eqin suv keltirib beradi degan.